Prizmada yorug'lik dispersiyasi hodisasini ko'rib o'tsak. Demak, prizmaga o'sha yorug'lik tushadi va unga perpendikulyar o'tkazamiz. Birinchi sirtiga va tushish burchagi alfaga teng bo'ladi. Endi o'sha prizma ichida, ya'ni sindirish kuchaytirishi n bo'lgan prizma ichida yorug'likning bir jinsda bo'lgan muhitda, demak, to'g'risi bo'lib tarqalib ikkinchi sirtiga tushadi. Va bu yerda sinish burchagi gamma 1 bilan belgilab olamiz. Va ikkinchi sirtga, ya'ni chiquvchi sirtiga perpendikulyar o'tkazamiz va bu yerda o'sha shisha prizmaning ikkinchi yon sirtiga tushish burchagini gamma 2 bilan belgilab olamiz va bu yerda shisha prizmadan yorug'lik chiqqan paytda bu yerdagi chiqishdagi burchakni, demak, alfa 2 deb belgilab olamiz. Demak, bu yerdagi shtrix chiziqlar, kuzatilgan shtrix chiziqlar bu yorug'lik nuri, ya'ni shisha prizmaning birinchi yon sirtiga tushdagi yorug'lik nurining yo'nalishi, dastlabki yo'nalishini ko'rsatadi. Demak, shunga nisbatan umumiy, ya'ni shisha prizmadan yorug'lik chiqqan paytdagi umumiy sinish burchagi phi deb olinadi. Va bu yerda bo'lsa ana shu hisoblashlar bo'yicha alfa, ya'ni A burchak hosil bo'ladi va bu A burchak shisha prizmaning, demak, sindirish burchagi deb ataladi. Demak, yorug'lik nurining ikki karra sinishidan so'ng og'ish burchagi phi bu yerda quyidagi ko'rinishda ifodalanadi. Agarda A va alfa burchaklari kichik bo'lsa, u holda ifoda quyidagi, ya'ni alfa 1 bo'lingan gamma n bo'lingan 1 yoki gamma 2 bo'lingan alfa 2 1 bo'lingan n deb qabul qilinadi. Bu yerda bitta n bo'lganligini sababi shundaki, shisha atrofidagi fazoda demak, havo bo'lganligi uchun, havo uchun sindirish kuchi 1 ga teng bo'lganligi uchun shuni 1 deb yoziladi. Bu yerda gamma 1 bilan gamma 2 ni qo'shganimizda, demak, bu A ga teng bo'ladi, ya'ni shisha prizmaning sinish burchagini beradi. Va bundan kelib chiqib, alfa 1 bilan alfa 2 ni qo'shsak, bu natijaviy tenglama n ko'paytirilgan A ga teng bo'ladi, ya'ni shisha prizmaning nur sindirish ko'rsatishi va uni o'sha nur sindirish burchagining ko'paytmasiga teng bo'lib chiqadi. Shunday ifodani hosil qiladi. Demak, prizmaning sindirish ko'rsatkichi katta bo'lsa, prizmadan nurlarning og'ishi ham katta bo'ladi. Ya'ni phi teng A n minusdan 1 bo'ladi. Bu yerda d yangi kattalik kirib keladi. Bu bo'lsa dn bo'lingan d lambda kattalik moddaning dispersiyasi deb ataladi. Barcha tiniq moddalarda to'lqin uzunligi ortishi bilan sindirish ko'rsatkichi kamaya boradi. Ya'ni dn bo'lingan d lambda 0 dan kichik bo'ladi. Bunday dispersiya normal dispersiya deb ataladi. Va aksincha, dn bo'lingan d lambda 0 dan katta bo'lsa, bunday dispersiya anomal dispersiya deb ataladi. Demak, bu yerda ko'rib turganimiz normal dispersiyaning o'sha grafikini ko'rib turibmiz. Demak, sindirish ko'rsatishiga bog'liqligini va to'lqin uzunligini. Demak, bu normal dispersiya uchun o'rinli bo'ladi. Har xil moddalarda sindirish ko'rsatishining to'lqin uzunligiga bog'liqlik jadvali keltirilgan. Bu yerda to'lqin uzunligi, ya'ni rangga mos ravishda to'lqin uzunligi berilgan. Bu yerda qizil uchun to'lqin uzunligi, sariq rang uchun to'lqin uzunligi, havo rangi uchun to'lqin uzunligi va binafsha rang uchun to'lqin uzunligi keltirilgan. Jadvalning demak, o'ng tomonida bo'lsa, sindirish ko'rsatishi, ya'ni o'sha har xil moddalarning shu nurlarga nisbatan sindirish ko'rsatkichlarining qiymatlari berilgan. Ya'ni shisha og'ir flint uchun, shisha yengil mineral uchun, uglerod sulfidi uchun va suv uchun sindirish ko'rsatkichlarining o'sha qiymatlari to'lqin uzunligiga bog'liq berilgan.
Dispersiyaning elektron nazariyasi, Lorenzning dispersiya elektron nazariyasi, yorug'lik dispersiyani elektromagnetik to'lqinning modda tarkibiga kiruvchi to'lqinlarning o'zgaruvchan elektromagnetik maydonda majburiy tebranma harakat qiluvchi zaryadlangan zarrachalar o'zaro ta'siri natijasida deb qaraydi. Lorenz nazariyasiga asosan yorug'lik dispersiyasi epsilonning yorug'lik to'lqinlarining nu chastotasiga bog'liqlik natijasi yoki to'lqin uzunligiga bog'liqlik natijasidir. Bu yerda epsilon muhitning dielektrik sindiruvchanligi va dielektrik sindiruvchanligimizning formulasi epsilon teng 1 plusdan kappa yoki teng 1 plusdan p qutblash kattaligi, ya'ni polarizatsiya kattaligi va bo'lingan epsilon 0 ga teng bo'ladi. Yorug'lik dispersiyasini elektromagnetik to'lqinning o'zgaruvchan, ya'ni yorug'lik maydoni ta'siri ostida zaryadlangan zarrachalarning, ya'ni elektronlar va ionlar majburiy tebranishlari natijasida sodir bo'ladi. Demak, bu yerda elektromagnetik to'lqin nuqtai nazardan o'sha yorug'lik nurlarining birinchi navbatda atomning tashqi qobiqlaridagi elektronlarga ta'sir o'tkazadi. Ana shu elektronlar elektromagnetik to'lqinlar spektrining optik qismidagi yorug'lik nurlanishi va yutilishi natijasiga ta'sir o'tkazadi. Va bu yerda demak o'sha elektromagnetik to'lqin uchun tenglamani ko'rib turibmiz. Endi muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichi. Muhitning absolyut nur sindirish ko'rsatkichi oldingi Maxwell tenglamalar sistemasidan ma'lum ediki, n bu kvadrat ildizosida epsilon ko'paytirilgan mu ga teng edi. Spektrning optik sohasida barcha moddalar uchun mu taxminan 1 ga teng. Shu sababli demak bu yerda n teng kvadrat ildizosida epsilon ga teng bo'ladi. Demak, atom va molekulalar o'zlarining xususiy tebranish chastotasiga ega bo'ladilar. Elektronlarning majburiy tebranishlari, amplituda va fazalari tashqi maydonning tebranish chastotasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli quyidagi bog'lanishlar o'rinli bo'ladi. Ya'ni epsilon omegaga va n omegaga bog'liq bo'ladi. Bu yerda epsilon muhitning dielektrik sindiruvchanligi, mu magnet sindiruvchanlik, kappa muhitning dielektrik sindiruvchanligi, epsilon 0 elektr doimisi, p va e lar tashqi elektr maydon qutblanganligi va kuchlanganlikning oniy qiymatlari. Bu yerda epsilon 0 elektron tebranishlarining xususiy chastotasi, m elektronning massasi, e elektron zaryadi. Demak, bu yerda x yorug'lik to'lqinning elektr maydon ta'sirida elektromagnetik elektronning siljishi va n 0 bo'lsa, dielektrikdagi atomlarning konsentratsiyasini beradi. Elektron majburiy tebranishlarining tenglamasini ko'rib o'tamiz. Tebranayotgan to'lqin energiyasi yutilishiga qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar hisobiga olinmagan holda ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu yerda o'sha majburiy tebranishlar tenglamasi majburlovchi faktor elektronga ta'sir etuvchi elektron to'lqinning maydon kuchining amplituda qiymati deb ataladi. Differensial tenglamaning yechimi bo'lsa x teng x maksimal kosinus omega tini beradi va bu yerda x maksimal quyidagi ko'rinishni oladi. Elektromagnetik to'lqin ta'sirida atom elektr maydonda dipol momentiga ega bo'ladi va bundan qutblovchi kattalik e ko'paytirilgan x ga bog'liq chiqadi va bu yerda qutblanish kattaligi p teng n0 p yoki n0 e x qutblanganda atomning dipol momentining oniy qiymatini beradi. Va demak bu yerda
n ildiz ostida kvadrat ildizida epsilonga teng bo'lgan paytda va bu yerda quyidagi tenglamalarni demak matematik yechimi orqali biz dispersiya ifodasining o'sha dispersiya ifodasini natijaviy qiymatini erishamiz. Ya'ni n kvadrat 1 plusdan n0 bo'lingan epsilon 0 summa YIMI 1 bo'lingan omega 0 i kvadrat minusdan omega kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Dispersiya ifodasi uchun demak o'sha muhitning sindirish ko'rsatishining chastotasiga bog'liqligidan kelib chiqqan holda quyidagi natijalarga erishamiz. Ya'ni bu yerda buni tahlil qiladigan bo'lsak, yutilish chizig'i va normal dispersiya va anomal dispersiya uchun demak quyidagi demak yakuniy qarorga kelamiz. Omega 0 sohada yorug'lik yutilishi kuzatiladi. Omega ortishi bilan n ning o'sishi normal dispersiya sohasi hisoblanadi. Omega ortishi bilan anomal dispersiya sohasi hisoblanadi. Demak, yorug'likning yutilishi deb moddalarda yorug'lik to'lqinni tarqayotganda uning energiyasini kamayishi hodisasiga aytiladi. Energiya kamayishi to'lqin energiyasini boshqa turdagi energiyaga, ya'ni moddaning ichki energiyasiga, ikkilamchi nurlanish energiyasiga va boshqalarga o'tishi hisobiga sodir bo'ladi. Buger qonuniga muvofiq, demak, intensivlikning o'zgarish qonunini ko'ryapmiz va intensivlik bu yerda eksponensial ravishda o'zgaryapti. Bu yerda I0 bilan I moddaning yutilish sohasidagi kirish va chiqishdagi yassi monoxromatik to'lqin jadalligi deb ataladi. Alfa bo'lsa yorug'lik jadalligiga bog'liq bo'lmagan yorug'likning to'lqin uzunligi, moddaning kimyoviy tabiati va holatiga bog'liq bo'lgan yutilish koeffitsiyentidir. Yutilish koeffitsiyentining miqdoriy qiymati x qanlikdagi yutuvchi qatlamlardan yorug'lik o'tganda yassi to'lqin jadalligi epsilon marta, ya'ni 2,72 marta kamayishini ko'rsatadi. Demak, bu yerda yutilish va nurlanish spektrlarini ko'ryapmiz. Demak, bu yerda spektr ispuskan, ya'ni nurlanish spektrlariga xos bo'lgan spektrlar bu. Birinchi natriy, ikkinchi vodorod, uchinchisi geliy. Yutilish spektrlari bo'lsa, demak, 4-chi spektr ko'rib turganimizdek natriy, 5-chi spektr bo'lsa vodorod va 6-chi spektr geliyga taalluqli ekanligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Yorug'likning sochilishi. Yorug'lik to'lqinlarining muhit atomlari elektronlari bilan o'zaro ta'sirlashuvida elektronlar tebranma harakatga kelib yorug'lik chiqaradilar. Tabiiy nurlarda tebranishlarning barcha yo'nalishlarda teng ehtimolli bo'lganligi uchun atomlar chiqarayotgan yorug'lik barcha yo'nalishlarda sochilishi mumkin. Agarda muhit atomlari bir tekis taqsimlangan bo'lsa, sochilgan nurlar kogerent bo'ladilar va interferensiya tufayli bir-birini yo'qqa chiqaradilar. Bu holda muhit optik jihatdan bir jinsli bo'lib, nurlarni sochmaydi. Demak, Rayleigh qonuniga muvofiq, demak, intensivlik bu chastotaning 4-darajasiga proporsional va to'lqin uzunligining 4-darajasiga teskari proporsional. Bu yerda v bitta zarrachaning hajmi, n0 muhitdagi zarrachalarning konsentratsiyasi, sochilish sodir bo'lgan hajmda kuzatilayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa, alfa loyiha muhitning nojinsli darajaga bog'liq bo'lgan koeffitsiyenti va teta yorug'likning tushish yo'nalishining burchagi deb ataladi.